Uchta devor qurishning ta'birlari. Uchta devor qurish yoki obod bir joyda yurish martabani, izzatning oshishiga ishoradir. Devorning yiqilganini, xarob bo'lganini ko'rgan kishi boyligidan ayriladi, kambag'allashadi. Ibn Sirinning aytishicha, devor tush ko'ruvchining holatini bildiradi. Devorning mahkam va soz ekanini ko'rsa, holatning soz bo'lishiga dalildir. Devor eski bo'lsa va uni yiqitayotganini ko'rsa, mol-u davlat topishiga dalolat qiladi. Kimki tushida ko'rgan devori yangi bo'lsa va uni buzayotganini ko'rsa, devorning buzilish miqdoriga qarab g'am-anduh tortadi. Devorning sust va ingichkaligini ko'rish ahvoli dunyoda zaif bo'lishini bildiradi. Kimki tushida qiyshaygan devorni ko'rsa, holining parishon va maishatining zavol topishiga dalildir. Devorning yiqilganini ko'rish kasb va maishatdan ayrilishga dalolat qiladi. Kirmoniy aytadiki, shahar yoki masjid devorining qulaganini ko'rsa, shahar hokimining o'limiga dalildir. O'z qo'li bilan g'ishtu loydan devor qilayotganini ko'rsa, Ja'far Sodiq so'zi bo'yicha dinning pokligiga dalil qiladi. Ganch yoki pishiq g'ishtdan devor qilsa, holining yomon bo'lishi, ohak va toshdan devor qilsa, dunyoga berilganini, oxiratga tolib emasligiga dalildir.